Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Hozir Ankara'da bulduğan Büyük Birlik Partiyasining Sharqiy Turkiston uchun ilib bormoqchi bo'lgan namoyishiga qatnashish uchun albatta bugun Istanbuldan nurg'un avtobusda ayollar, erkeklar bo'lib qarindoshlarimiz kechadan mangmoqchi. Ama hozir bugun Sharqiy Turkiston Tashkilotlar birligidan Ulamolar birligi, Ma'rif jamiyati, Yangi nesil harakati, mushu Nuzugum jamiyati qatorliq yana boshqa qarindosh tashkilotlarimizning butun vakillari hozir bir qancha mashinada yo'lga chiqmoqchi bo'ladi. Oldin ola berib ham Anqaraga mang'ach, Anqara yo'ldagi ketayotgan yurayotgan qarindoshlarimizni ziyorat qilgach mang'moqchi. Hozir 5-6 mashinada qarindoshlarimiz Istiqlol televiziyasininki media mashinasi bilan meni o'tida hammaylardan duo talab qilamiz. Qarindoshlarımızın yolunun açık bo'lishini istaymiz.